Друзья, всем ассаламу алейкум. Сегодня мы посетили чиланзарский филиал «Sog'lom umurtqa». «Sog'lom umurtqa» в переводе с узбекского языка «здоровый позвоночник». Azizlar, assalomu alaykum. Mana biz bugun Chilonzor filiali «Sog'lom umurtqa»ga keldik. Bizani bosh shifokor Sitor Seyfiddinni kutib oldilar. Assalomu alaykum. Rahmat. Sitor Seyfiddin, bizga aytib bering, iltimos, bu shifoxonada sizlar nima bilan shug'ullanasiz? Sog'lom umurtqa klinikamizda asosan umurtqalar grija, osteoxondroz, protruziyalarni, undan tashqari hozirda tazobedalniy sustavda, kolleniy sustavda, umuman sustavlararo birinchi, ikkinchi stependa bo'lgan yem-bilish holatlarida lecheniyalar olib bormoqdamiz. Bizda umurtqa pog'onasidagi grija, osteoxondroz, protruziyalar hech qanaqa og'riqlarsiz operatsiyasi, reabilitatsiya usulida to'liq so'riltirib beriladi. Muolaja davomida bemor o'zida yengillik his qilib boradi. Повторно umurtqa qilinganda buni natijasi ko'rinadi. Kurs lecheniyalar qancha hozirda? 3 kursgacha belgilanadi. Har bitta kursimiz 10 kundan iborat. Chilonzordagi filialimizda 7 million. Yusufxonada sanatoriy filialimiz bor. 9 million. 9 million so'm bo'ladi. Hozir bemor masalan, bizning bemorlarimiz har xil joylardan keladi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasidan tashqari Markaziy Osiyodan bizga murojaat qilishyapti. Davlatlardan juda ham ko'p keladi. Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Pokistondan kelishdi. Boshqa mamlakatlardan, даже Fransiya, Amerika fuqarolari bizga to'g'rilanadi. Konsultatsiyamiz bepul. Shuni aytib bera olaman. MRT tomografiya bilan kelishadi. Shu yerda qabul qilamiz, ko'ramiz. Bizning lecheniya to'g'ri kelsa, lecheniyamizga olib 100% garantiya bilan davolab. Garantiya 100% nimada sizlarning garantiyalar? Agar muolaja davomida hech qanaqa natija bo'lmasa, muolajaga to'langan pul 100% qaytarib beriladi. Do'stlar, hamma ma'lumotlarni eshitdinglar. O'zingizlarning sog'lig'inglarga, professionalligiga ishoninglar va biz bilan qolinglar.